Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bu kadrlar yana Saxarova, Moskva shahri. 15-may kuni Moskva shahridagi Saxarov ko'chasida joylashgan migratsiya xizmatlar markazi yaqinida yuz bergan fojia yana bir bor bizga shunchaki raqamlarga aylangan insonlar haqida eslatdi. Elektroshok bilan tarqatilgan, kaltaklangan, jarohatlangan va hatto hayotdan ko'z yumgan o'zbek muhojirlari bugun hamon rasmiylar sukutida baholanmoqda. Ko'p yillardan beri ish izlab chet elga chiqib ketgan yurtdoshlarimiz Rossiyaning turli hududlarida noinsoniy munosabatlarga duch kelmoqda. Ammo bu fojialarga biror marta hukumat rasmiylari qat'iy bayonot berdimi? Yo'q. Har bir bunday alamli voqeadan so'ng biz faqat bir narsani ko'ramiz: va'da va sukut.